Narxiga juda ham zo'r, lokatsiyasi ham juda ham zo'r joyda joylashgan kvartiramizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Uyimiz Toshkent tumani Qizg'aldoq mahallasida joylashgan. Orientirimiz Zamona to'yxonasini shundoq ro'parasidagi mahalla bo'lyapti. Uyimiz 4 qavatli novostroykani 2-qavatida mana shu 3 ta oyna, orqa tomonida ham yana bitta oynasi bor. 3 ta xonadan iborat, 76 kvadrat metrdan iborat. Novostroykamizni ko'rib turganingizdek, bu yerda детская площадкalarini, zelenoy zonalarini, nari tomonda avtoturargohlari ham bor. Bu yerda bo'lsa besedkalarini ham ko'rishingiz mumkin. Bu novostroykamizni orqa tomonida bo'lsa mevali bog'i ham bor, juda ham bahavo joylar. Bemalol kelib ko'rib o'zingiz guvohi bo'lishingiz mumkin. Sal nariroqdan bo'lsa Zamona to'yxonasi ham shundoq ko'rinib turadi. Atrofda maktab, bog'cha, частный maktab, bog'cha, supermarket, hamma sharoitlari bor. Hozir endi sizlar bilan birgalikda tepaga chiqib xonadonimizni ko'ramiz. Uyimizga kiraverish faqatnoq eshigimiz, kirishimiz bilan bu yerda keng koridorimizni ko'rishingiz mumkin. Hamma xonalarimizga faqat koridor orqali kiriladi. Kirishimiz bilan chap tomonimizda oshxonamiz joylashgan. Bu yerda gaz turbalari, bu yerda bo'lsa suv va kanalizatsiya turbalarini ko'rishingiz mumkin. Mana shu joyimizga bitta stroyniy mebel yasattirib, bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib, ovqatlanib o'tiradigan joy qo'ysangiz bo'ladi. Devorlarimizda ko'rib turganingizdek suvodan chiqqan. Uyimizni hamma hujjatlari joyida, kadastri bor, sochish uchun tayyor qilib qo'yilgan ekan. O'zingizlarning fukusingizga, didingizga qarab bemalol ta'mirlab olsangiz bo'ladi. Bu yerda bo'lsa spalnyamizda joylashgan, hamma xonalarimiz keng, katta, yorug' va baland qilib planirovka qilingan. Har bir xonamizning balandligi 325 metr bo'lyapti. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya hamma kommunikatsiyalari bor. Uyimizga kirishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa, bu yerda разделный sanuzellarimizni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham bitta spalnyamiz joylashgan. Uyimiz skvoznoy planirovkada, uyimizning narigi tomonida ham xonasi bor. Hamma xonalarimizga yorug'lik yetarli darajada tushadi. Koridorimizning oxirida ham bitta xonamizni ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizni endi zal qilib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Joy egalari uyimizni 65 ming dollar deyishyapti. Yana kelishadigan joyi bor ekan, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Telefon raqamlarini yozib qoldiramiz.